Hurmatli bitiruvchilar, aziz yoshlar. Sodda qilib tushuntiraman. 25-may so'nggi qo'ng'iroq yaqinlashmoqda. Shu kuni barcha maktablar, bitiruv oqshomlari o'tkaziladigan maskanlar, avtomobil yo'llari, hatto mahallalarda ham ichki ishlar organlarining yuzlab xodimlari sizning xavfsizligingizni ta'minlash uchun kuchaytirilgan tartibda xizmat olib borishadi. Qo'shtirnoq ichidagi ayrim odatlardan bu gal voz keching. Avtomobil boshqarmang, baribir ushlab olishadi. Hayotingizda bir marotaba bo'ladigan unutilmas kunni bayramona kayfiyatda o'tkazing. Qora dog' tushirmang. Hurmatli ota-onalarimizdan esa shu kuni farzandlarining moddiy ehtiyojlariga e'tiborliroq bo'lishlarini so'raymiz. Bu tavsiya ko'p yillik so'nggi qo'ng'iroq tadbirlaridan olingan tajribaga tayanadi. Oldindagi bayramlarni bayramona kayfiyatda o'tkazing. Salomat bo'ling.